Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu MP asoslari. Messaga passing interfeysi tushunchasi va aloqa turlari. Messaga passing interfeysi MP parallel hisoblashda muhim standart bo'lib, jarayonlar o'rtasida xabar almashish orqali ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. MP asosiy tushunchalari point-to-point aloqa va Tolletseve operatsionni o'z ichiga oladi. Bu esa turli jarayonlar o'rtasida samarali ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Messaga passing interfeysi MP xalqaro standart bo'lib, parallel hisoblashda jarayonlar o'rtasida xabar almashish orqali ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. 1991 yilda boshlangan loyiha 1994 yilda MP bir butun oq sifatida e'lon qilindi. MP forum jamoasi 40 dan ortiq tashkilot va yetakchi High Performance Computing mutaxassislarining hamkorligi natijasida yaratilgan. MP messaga passing interfeysining asosiy maqsadi portativlik, samaradorlik va moslashuvchanlikni ta'minlashdir. U turli platformalarda ishlaydigan parallel dasturlarni yaratish imkonini beradi. MP yuqori samarali xabar almashish mexanizmlarini taqdim etib, minimal overhead bilan maksimal hisoblash tezligini kafolatlaydi. Chich va Fortran dasturlash tillari uchun interfeyslar orqali dasturchilarga qulay va standartlashtirilgan muhit yaratadi. Bu esa keng ko'lamli ilmiy va sanoat loyihalarida samarali foydalanishni ta'minlaydi. Parallel hisoblash arxitekturasi messaga passing interfeysi MP asosiy konsepsiyasini aks ettiradi. Ushbu modelda har bir jarayon mustaqil ishlaydi va boshqa jarayonlar bilan faqat xabar almashish mexanizmi orqali ma'lumot almashadi. Jarayonlarning o'ziga xos mustaqil xotirasi mavjud bo'lib, ma'lumotlar uzatish jarayoni aniq va nazorat ostida amalga oshiriladi. Bu yondashuv tarqatilgan tizimlarda samarali parallel hisoblash imkonini yaratadi hamda sinxronizatsiya va kommunikatsiya jarayonlarini optimallashtiradi. MP dastur modelida har bir jarayon o'z xotirasiga ega, boshqa jarayonlarning xotirasiga kirish imkoniyati yo'q. Ma'lumotlar faqat xabar yuborish va qabul qilish orqali almashinadi. Sinxronizatsiya sinxron va asinxron aloqa turlarini o'z ichiga oladi. Har biri o'ziga xos qo'llanish sohalariga ega. Point-to-point aloqa ikki jarayon o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. Bunda jarayonlardan biri xabar yuboruvchi, ikkinchisi esa qabul qiluvchi sifatida ishlaydi. Asosiy funksiyalar send va read bo'lib, ular bloklovchi va bloklamaydigan rejimlarda ishlaydi. Rang oq jarayoni salom rang 1 xabarini rang 1 ga send orqali yuboradi. Bu funksiya xabarni element sonini, ma'lumot turini, maqsad jarayonini, tag va kommunikator parametrlarini qabul qiladi. Rang 1 jarayoni read yordamida xabarni qabul qiladi va qabul qilindi. Salom rang 1 deb chop etadi. Tolletseve operatsion skop jarayonli aloqa uchun muhimdir. Ma'lumot almashinuvi va sinxronizatsiyani ta'minlaydi. Mpiptast, mpireduce, mpigather, mpistatter kabi funksiyalar bu guruhga kiradi. Ular parallel hisoblashda umumiy ma'lumotlarni samarali tarqatish va yegish imkonini beradi. Point-to-point aloqaga nisbatan qulayroqdir. Mpiptast funksiyasi orqali root jarayon o'z ma'lumotlarini barcha jarayonlarga bir vaqtda yuboradi. Masalan, agar root jarayon data on 2345 qiymatini saqlasa, Mpiptast yordamida barcha jarayonlar ushbu qiymatni qabul qiladi. Bu usul parallel hisoblashda ma'lumotlarni samarali tarqatish imkonini beradi. Mpireduce funksiyasi barcha jarayonlardan ma'lumotlarni yigib hisoblash operatsiyalari orqali yakuniy natijani hosil qiladi. Masalan, mpsum yordamida har bir jarayonning local sum qiymatlari yigiladi va root jarayonda global sum sifatida saqlanadi. Bu usul ma'lumotlarni samarali qayta ishlash imkonini beradi. Mpigather funksiyasi barcha jarayonlardan ma'lumotlarni markaziy root jarayonga yigadi. Har bir jarayon o'z ma'lumotini yuboradi va root jarayon ularni ketma-ketlikda saqlaydi. Mpistatter funksiyasi esa aksincha root jarayondan katta massivni bo'lib, har bir jarayonga o'z segmentini taqsimlaydi.
Ushbu mexanizmlar MP asosida tarqatilgan tizimlarda samarali ma'lumot almashish va parallel hisoblash jarayonlarini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. MPning asosiy cho'lchivy operatsiyalari broadcast, gether, statter va reduce. Broadcast ma'lumotni barcha jarayonlarga tarqatadi. Gether barcha jarayonlardan ma'lumotlarni yigadi. Statter ma'lumotlarni jarayonlarga taqsimlaydi. Reduce esa ma'lumotlarni qisqartiradi, masalan, yigindisini hisoblaydi. Har bir operatsiya parallel hisoblashda samaradorlikni oshiradi. MPda ma'lumot turlari muhim rol o'ynaydi. Standart turlar MPin butun sonlar, MPfloat suzuvchi nuqtali sonlar, MPdouble 2 aniqlikdagi sonlar, MPchar belgilar uchun. Noto'g'ri ko'rsatish buffer, overflow va segmentation fault xatolariga olib kelishi mumkin. Mptptriate funksiyalari yordamida moslashtirilgan turlar yaratish mumkin. MP dasturlari klasterlar yoki superkompyuterlarda ishga tushiriladi. Har bir tugun bir nechta jarayonni bajarishi mumkin. Mprun yoki mphead buyrug'i yordamida jarayonlar soni belgilanadi. Masalan, mprun, mptort, mprogram. Har bir jarayon o'ziga xos rang raqamiga ega bo'lib, bu raqam orqali jarayonlar bir-birini taniydi. MP dasturida xatoliklarni boshqarish uchun MP funksiyalari xatolik kodlarini qaytaradi. MPSuches muvaffaqiyatli bajarilishini bildiradi. Xatolik kodlari aniqlanganda error string yordamida xatolik haqida ma'lumot olinadi. Dastur oqimini to'g'ri boshqarish, resurslarni tozalash va graceful shutdown mexanizmlari muhimdir. MPning so'nggi versiyalari muhim yangiliklarni o'z ichiga oladi. MP 3.1 non-blocking cho'lchivy varma operatsiyalari kengaytirildi. MP4 butun persistent cho'lchivyes, partitioned communications va fault tolerant yangiliklarini qo'shdi. MP4 butun bir katta ma'lumotlar uchun yangi funksiyalar va xatolik boshqaruvidagi yaxshilanishlarni taqdim etdi. Ehastali computing va AML ilovalar uchun optimallashtirilgan. MP ilmiy modellashtirishda ob-havo bashorati, okean oqimlari va molekulyar dinamika kabi murakkab jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi. Monte Carlo simulyatsiyalari moliyaviy risklarni baholash va kvant fizikasi masalalarida qo'llanadi. Genomika va astronomiya sohalarida katta ma'lumotlarni qayta ishlashda MP muhim vosita hisoblanadi. Sinxronizatsiya va xabar almashish tartibini saqlash muhim. Deadlock holatlaridan qochish uchun send va retrieve operatsiyalarini to'g'ri joylashtirish kerak. Samaradorlikni oshirish uchun keraksiz xabar yuborishdan qochish, ma'lumotlar hajmini kamaytirish va aloqa chastotasini optimallashtirish zarur. Funksiya tanlovi va xotira boshqaruvi ham dastur tezligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. MP bilan ishlashda rasmiy hujjatlar va standart spetsifikatsiyalar muhim manba hisoblanadi. MP forumning rasmiy sayti asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi. APMP va MPich kabi ochiq manbali kutubxonalar parallel hisoblash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Intel MP esa Intel platformalarida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu resurslar MP dasturlash jarayonida muhim rol o'ynab, dasturchilarga standartlarga mos va samarali yechimlar yaratishda yordam beradi. MP parallel dasturlash yuqori samarali hisoblash sohasida, jumladan exascale davrida ham muhim ahamiyatga ega. So'nggi versiyalar sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va katta hajmdagi hisoblashlarni qo'llab-quvvatlash uchun bu va gibrid modellarga integratsiyani takomillashtiradi. MP bo'yicha malaka egallash zamonaviy superkompyuter texnologiyalariga kirish imkonini beradi va global ilmiy-texnik muammolarni hal etishda sezilarli professional afzalliklarni taqdim etadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.